Bismillah. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi ishimizni yana bir xonadonni xo'l qismida 2x5 Turkiya gilamini yenidan to'rli tarafidan 2 gilamdan 88 santimetrdan kesib tashlaganmiz. Bu xo'lni to'ldirib turishlik uchun bitta gilam kichkina bo'lgan, ikkita gilam bilan to'ldirganmiz. Shunda mana o'rtasiga lenta qo'yib ulab yopishtiramiz. Bu lenta ko'chib ketmaydi, turaveradi va chiqqan ko'sogini ham ulab berganmiz. Mana 1.76 ga 5 metr ko'sog bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana yaxlit ko'rinishda gilamimiz. Uloqlari bilinmaydi. Endi katta xo'l qismidagi joylarda ikkita gilamdan bir-biriga ulab qilib berganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kuzatishda davom eting.